Sharqiy Turkiston jamiyat rahbarlari Cumhur Rais sarayida ziyoratda bo'ldi. Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati, Sharqiy Turkiston ilm va madaniyat vaqfi, Sharqiy Turkiston ulamolar birligidan tashkillangan hay'at o'miki Cumhur Rais sarayida Cumhur Rais donishmani Ahmad Selimko'y o'g'lini ziyorat qilgan. Ziyoratda Sharqiy Turkistonliklar beshidan kechirayotgan zulmlarning barg'ansiri eg'irlashib ketayotganligi, Turkiyada yashayotgan Sharqiy Turkistonliklarning nopusga ilinish, davolanish va sog'lomlik, o'qitish, Turkiya bexatarlik tarmoqlari tarafidan tutib turib tekshirilayotgan Uyg'urlar masalasi, iqomat ilish ahvollari haqidagi talab va shikoyatlarni o'ttirg'a qo'ygan. Oxirida Danish Ahmad Selimga yuqorqi arz va shikoyat talab va orzular yozilgan maktubni muhtaram Cumhur Raisi va boshqa rahbarlarga yetkazib berishga havola qilib sunilgan. Xitoy ilg'or chiroy farqlantirish sistemasi qurmoqchi bo'lgan. Xitoy 2003-yildan boshlab Tiananmen maydoni, Sharqiy Turkiston, Tibet qatorliq o'rinlarga chiroy farqlantirish sistemasi o'rnatgan bo'lib, mazkur sistemadan foydalanib nurg'un cho'ng delolarni aniqlab topgan. Xitoy mazkur sohaga zo'r ko'lamda mablag' selib taraqqiy qildirgan. Bu qitim Xitoy qurib chiqmoqchi bo'lgan sistema 3 sekund ichida 1 milliard 300 million kishining chiroyini farqlantirib chiqa oladi ekan. Xitoyning bu xil sistemani taraqqiy qildirishdagi maqsadi bo'lsa, gumonliq deb qaragan kishilarning chiroy shakli, kimligini qisqa muddat ichida tepib chiqish ekan. Pokistonda O'qituvchilar partiyasi rahbari ustidan tutish buyrug'i chiqarildi. Pokiston Saylam komiteti O'qituvchi adolat harakati partiyasining rahbari Imron Xon ustidan tutish buyrug'i chiqarilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Pokiston Saylam komiteti Imron Xonning partiyasini manbasini oshkorlamagan chet elning yordamini elish bilan ayblaydi ekan. Buningdan ilgari ustidan tutish buyrug'i chiqarilgan Imron Xon Saylam komitetining sotlash huquqining yo'qligini bildirib, komitet ustidan Islomobod Oliy sud mahkamasiga arz sungan. Mahkama 14-sentabr kuni Saylam komitetining Imron Xon ustidan chiqargan tutish buyrug'ini inkor qilgan edi.